Keling, sizga hozir petlali to'qish va oddiy to'qish usulini farqini ko'rsatib beraman. Birinchi usul bu hamma bilgan oddiy to'qish. Leskaga shunaqa 4 ta xrustalni o'tkazib olib, 4-chisini boshqa leskadan bir-biriga o'tkazish. Petlali to'qish esa 4 ta xrustalni leskadan o'tkazib olib, bittasini ichiga leskani tiqib, ikkinchisini bir-biridan o'tkazish. Endi sizlarga men bu ikkita to'qish usulini farqini tushuntirib beraman. Agar siz oddiy usul bilan sumka to'qiyotgan bo'lsangiz, sizning sumkangiz juda ham bo'sh va osiladigan bo'lib qoladi. Agar siz sumkangizni petlali usul bilan to'qiyotgan bo'lsangiz, iplaringiz ingichkalashib, toshlaringizning orasi juda ham zichlashib qoladi. Sizdagi savol, unda qanaqa usul bilan to'qilinadi? Sumkangizni boshlayotganingizda birinchi 4 ta xrustalni oddiy usul bilan to'qiysiz. Keyin esa o'sha ikkinchi 3 tali xrustalni petlali usul bilan, qolgan hamma xrustallarni ham petlali usul bilan hammasini to'qib chiqasiz. Va shunda sizning iplaringiz ingichkalashib ham ketmaydi, xrustallaringizning orasi zichlashib ham ketmaydi.